Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy tomoshabinlari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi 100-loyiha 2025-yilning oxirgi loyihasi. Bu loyihamiz 2 qavatlik umumiy 7 xonadan iborat bo'lib, 2 ro'zg'orli oilalarga mo'ljallangan ixcham va kam xarajatli loyihalardan biridir. Loyihamizni tashqi razmerlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda asosiy ko'cha taraf mana bu tarafda. Darvozaxonamiz 10 qo'l chekkada joylashtirib ketilgan. Ko'cha tarafimizning uzunligi 10 metr, mana bu yon tarafi ham 10 metr. Shu loyihadagi uyimizni to'rala tarafi ham 10 metrdan hisob olingan. Loyihamizni egallab turgan yer maydoni 1 sotiq. Endi loyihadagi uyimizni fundament razmerlariga to'xtalib o'tamiz. Loyihadagi uyimizni fundamentlarini umumiy ko'rinishi shu holatda fundament qo'yiladi. Fundamentimiz razmerlari balandligi 60 cm, eniga 40 cm. Shunda uyimizga bunaqangi 4 pog'ona zina bilan ko'tariladi. Loyihadagi uyimizni fundamentiga 13 kuba beton qo'yish kerak bo'ladi. 13 kuba beton uchun standart holatda 4 tonna sement sarflanadi. Albatta bu fundamentimiz uchun 12li 14li armaturadan 4 qator qilib yotqizganimizda umumiy 380 metr armatura sarflanadi. Endi loyihadagi uyimizni devor razmerlarini ko'rib chiqamiz. Loyihadagi uyimizni devorlarini umumiy ko'rinishi shu holatda devorlari ko'tariladi. Devorimiz razmerlariga to'xtaladigan bo'lsak, bizda har bir qavat balandligi 3 metrdan hisob olingan. 280 devor uriladigan bo'lsa 20 cm mana bu yerda seysmopoiz aylanadi. Shunda har bir qavatimiz 3 metr qoladi. Devorimiz razmerlari tashqari taraflariga 1,5 g'ish, ichkari ayrim yuk ko'tarmaydigan devorlarimizga holatiga qarab yarim yoki 1 g'ish hisob olingan. Albatta bu loyihamiz 2 qavatli bo'lganligi uchun mana bu chetlarida kolonnalar qo'yish shart hisoblanadi. Bu loyihadagi uyimizni devorlariga umumiy hisobda 35 ming dona g'ish sarflanadi. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini ko'rib chiqamiz. Loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini mana shu kamera orqali yurib tanishtirib o'tadigan bo'lsak, dastavval ko'cha tarafdan boshlaymiz. Asosiy uyimizga kirish darvozasi mana bu 10 qo'l chekkada joylashtirib ketilgan. Uyimizni ko'cha tarafini o'rta qismiga bunaqangi ko'rinishdagi dizayn ishlarini olib borganmiz. Endi asosiy uyga qaytadigan bo'lsak, darvozaxonamizga kirganimizda mana bu yerga bemalol ikkita avtomobillarini qo'yishlik uchun joyimiz bor. Asosiy xonalarga kirish eshigi uyimizni mana bu o'rta qismida joylashtirib ketilgan. Bu zinalar orqali ko'tarilib, bu eshikdan kirganimizda mana bu yerda bizda kichkinagina koridorimiz, koridor orqali qolgan xonalarga kirishligi mumkin bo'ladi. Endi o'ng qo'l tarafdan boshlaydigan bo'lsak, mana bu yer bizda oilaviy o'tiriladigan xona hisoblanadi. Bemalol bu yerda agar xohlasangiz mehmon kutib olsangiz ham bo'laveradi. Umumiy xonamiz keng, kattagina, shinam holatda, derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Mana shu umumiy xona orqali mana bu eshikdan kirganimizda ayollarimiz sevadigan oshxonaga kirishligi mumkin. Oshxonamizda faqatgina ovqat pishirishligi mumkin. Ovqat pishirib bo'lgach esa mana bu tarafda yeb o'tirsalar bo'laveradi. Oshxonamizni yana bir plus taraflardan biri tabiiy shamollatish maqsadida mana bu yerga derazalarini qoldirib ketganmiz. Kichkina bo'lsa-da shinam holatda. Endi bu xonadan qaytib chiqib koridorga qaytadigan bo'lsak, koridorimizni chap qo'l tarafi mana bu yer bizda birinchi qavat uchun kattalar yotoqxonasi, derazalari ko'cha tarafga qaratib o'tilgan chiroyli holatda. Bu xonamiz ham shinam, ixcham yotoqxona hisoblanadi. Bu yotoqxonadan qaytib koridorga o'tamiz va bizda koridorda oxirida chap qo'l tarafda mana bu zinamizni ostki qismida qoldirilgan eshik orqali kirilsa, bu yer bizda umumiy yuvinish xonasi hisoblanadi. Bu umumiy yuvinish xonasiga deraza qoldirib ketganmiz. Albatta real hayotda forchkaga aylantirib borsa bo'laveradi. Birinchi qavatimizda umumiy 3 ta xonamiz joylashtirib ketilgan. Koridorimizni mana bu oxirgi qismidan ikkinchi qavatga chiqishligimiz mumkin bo'ladi. Endi ikkinchi qavat xonalar joylashuvini tanishtirib o'tadigan bo'lsak, birinchi qavatdagi zinadan o'ng qo'l tarafidan bundoq yurib ikkinchi qavatga chiqqanimizda mana
bu zinamizni to'g'risida ho'l joylashtirib ketilgan. Ko'rib turganingizdek keng shinam holatda derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Bu yer bizda ho'l qismi bo'ladi. Agar xohlasangiz mana bu tarafga peregorodkalarni urib yana bitta yotoqxonaga aylantirishingiz mumkin. Zinadan chiqqanimizda asosiy uylarimiz o'ng qo'l tarafda joylashtirib ketilgan. Endi shu xonalarni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, zinamizni oldidagi mana bu bizda ikkinchi qavat uchun kattalar yotoqxonasi, keng chiroyli holatda ishlangan, derazalari ko'cha tarafga qaratib o'tilgan. Bu kattalar yotoqxonasini o'ziga tegishli mana bu yerda shaxsiy yuvinish xonalari qoldirib ketilgan, juda bir ixcham holatda. Bu bizda kattalar yotoqxonasi bo'ldi. Bu xonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, mana bu koridorimizni oxiridagi ikkalasi ham bolalar yotoqxonasi. Bu xonalar darvozaxonani ustki qismiga joylashtirib ketilgan. Mana bu xona qizlar yotoqxonasi, bu xona esa bolalar yotoqxonasi. Qizlar yotoqxonasi juda bir chiroyli, ixcham holatda, derazalari ko'cha tarafga qaratib o'tilgan. Qizlar yotoqxonasiga mana bu yeriga biz joy qoldirib ketganmiz. Shkaf yokida dars stullarini qo'ysalar, devordan bo'rtib xunuk holatda turmaydi, ortiqcha joy egallamaydi. Juda bir ixcham, komfort xona bo'ladi. Bu bizda qizlar yotoqxonasi bo'ldi. Endi o'g'il bolalar yotoqxonasini tanishtirib o'tamiz. Bolalar yotoqxonasi ham xuddi shunaqangi holatda, derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Mana bu yeriga joy qoldirganmiz. Ixcham, chiroyli holatda ishlangan. Endi bu xonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, koridorimizda mana bu yerida bizda mana shu ikkinchi qavat uchun umumiy garderob xonalarini qoldirib ketganmiz. Bu garderob xonasini ham o'ziga tegishli mana bu yerda deraza qismi bor. Albatta bu xonamizni zaxlab ketmasligi uchun va tabiiy yorug'lik tushirish maqsadida endi bu xonadan koridorga qaytadigan bo'lsak, umumiy olganda ikkinchi qavatimizda 3 ta xonamiz bor. Endi birinchi qavatimizga qaytib tushadigan bo'lsak, mana shu zinalar orqali bundoq aylanib, loyihadagi uyimizning xonalar joylashuvi mana shundan iborat edi. Mana azizlar, imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Siz va yaqinlaringizga shunaqangi professional arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Va yana shuni eslatib o'tamanki, bizni Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, bizni YouTube kanaliga joylashtirilmagan ko'plab loyihalarimiz Telegram kanalimizga joylashtirib boriladi. Bugungi loyihamiz 100-loyiha 2025-yilning oxirgi loyihasi bo'ldi. Albatta biz davom etamiz. 2026-yilda yana bundan-da chiroyli, bundan-da g'oyali, ixcham, kam xarajatli loyihalarni yana yuklashda davom etamiz. Rahmat hammaga.